Qaranglar, xohlasanglar bunaqa donalab ham olsanglar bo'ladi. Xo'p, men ketma-ketlikda aytaman, esingizda qolsin. Birinchi raqamga kiradigan turkumdagi narsalar. Kosa 15 ming so'm. Buni har xil ranglari bor. Mana ikkinchi raqamga bunaqa gullini kirgizamiz. Raqam bo'yicha aytsanglar oson bo'ladi. Uchinchi raqam mana bunaqa gulli bo'ladi. Xo'p, endi piyolalar 7 ming so'm. Ko'rasizlar, mana rangi juda ham ko'zlayapti. Jigarrangni ham juda ham chiroyli ekan. 7 ming so'mdan. Birinchi raqam, ikkinchi raqam, uchinchi raqam. 4-chi, 5-chi raqam mana ko'rasizlar. Xuddi shuni mana tarelkalari bor. 10 ming so'mdan. Mana piyolam tarelkasidan ekan. 10 ming so'm. Do'konchi akamiz aytayotdilarki, bo'ladigan narxi mana mana shu deyaptilar. Mana 10 ming so'mdan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi. Mana o'zini salatnitsalari bor. 15 ming so'm. Ko'rasizlar? Mana bunaqa birinchi raqam, ikkinchi raqam, mana gullisi 3-chi raqam, 4-chi raqam. Xohlasanglar, do'konga kelinglar. Chinni bozorda, shundoq ikkinchi qator bu yoq taraf eski Chinni bozorda 5-do'kon. Xohlasanglar, ishonch bildirsanglar, bor yo'g'i 20 ming so'm. Masalan, 100 minggacha bo'lgan narsalarda 20 ming so'm bizning xizmat haqqimiz. Biza shu pulga kirib sizlar uchun eng kelishtirib olib, dastavkalar qilib, butun mas'uliyat bizning bo'ynimizda bo'ladi. Tasavvur qilinglar, biz sizlar tarafdamiz. Masalan, sizlar uchun savdolashib, kelishtirib olamiz, dastavka qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz.